Qalğançılıq el-ara reseptlarni to'g'rilog'i deb qilishsal ishlarni kesmalar tushmaydi ekanda. Yaxshi emas deb qarayman. Nurg'un material ko'ryapsiz Tibobatda. Tibobat to'g'riliq ko'p materiallarni ko'rgan, uzuqshunoslikda o'qigan, tibbiy ustozlikda shogirdlik turib o'rgangan bo'ldim. Masalan, yeyotgan nurg'un narsalar orqali davolik bo'ldi kasalni. Yemeklik orqali davolik bo'ldi. Kasallikning ko'pinchisi yemeklikdan kirdi. Albatta bu kasalliklarni yana shu yemeklik orqali davolik bo'ldi. Hisobda retseptni yomon ustozlar, hamma retsept rost foyda qildi ekan deb dalillangandan keyin anandan keyin shuni maslahat ishlab chiqarg'ili yoki taqat qilib ekanda. To'g'ri. Qalğançılıq el-ara reseptlarni to'g'rilog'i deb qilishsal ishlarni kesmalar tushmaydi ekanda. Yaxshi emas deb qarayman. Kitobdagi yoki bir qism kishilardan anglab olgan reseptlarni mandaq kasalliklarga foyda qiladi yoki oldini oladi, saqaytadi deb el ichidagi bir qism reseptlarni to'g'rilida do'yiladish toza ilmiylik yot ish. Shu kishilarningki balkim vaqtini kasallik davolanishning oltin paytini ketkizib qo'yishi, vaqtni o'tkazib qo'yishi, da qisman iqtisodiga ziyon urib qo'yishi mumkin. Tibobatni bo'shig'icha o'qimasa birini bilib bo'lmaydi deb o'ylayman. Tibobatmi bek murakkabligi shundaqdimi, mush mizojni uni bilib olsak, sal diqqat qilib yashab bo'ladi ekan. To'g'ri. Tibet yoki sog'lomlik mahsulotlari sotadiganlar cho'qim Uyg'ur tibobatningki asosiy nazariya qismini to'liq pishiq bilishi. Boshqa har qanday odamningki o'zining mijozini bilgidek darajada yoki o'zi iste'mol qilayotgan yemekliklarni, atrofdagi muhitning mizojini bilgidek bir tibbiy ilmiy asosga ega bo'lishi bekmi zarur. Masalan, bir mush tibobatni bir 10 yil kitob ko'rib, 10 ming bemor oldidan o'tsa bir xil bir voyaga yetgan tibib deganlar. Tamamen bo'ldi. 10 ming bemorlarga uchrashgan tibibni yetishgan tibib desak tamamen bo'ldi. Siz yetish bo'ldingizmi yo? Men ta yetish bo'lmadim. Ishlayapman. O'rganyapman, tirishayapman. Diqqat qilsam, shu bek material ko'rib, to'xtamay bemorlar bilan paranglashib bek terishitgansiz-ku. Shu tarafingizga qayerda bo'lib qoldim. Aynan avvalni aynan deb rost deb ma'no ekansiz shu tarafingizga. Shu tibobatda bizning uchrab boqmagan kasalliklar, uchrab boqmagan masalalarga yo'liqimiz. Biz buni cho'qim ko'nglimiz bir tasdiq topqanak bir javobga erishgan qadar biz bilmasdan javob berib qo'ysak bo'lmaydi. Shu kishiga haqiqiy bir manfaatlanarligidek, qanoatlanarligidek bir javob bilan, maslahat bilan ta'minlashga ishinib kelgan har bir bemorlarimizni orzu qilgandek bir sog'lomlik, maslahat kapolati bilan ta'minlashimiz kerak deb o'ylayman. Shu bir osh kasb bo'lgan hurmatdan. Qishqa qilib qo'ysa bu kasbda shu bek ishlik chalinib ketadi ekan. Masalan, qushmasdan sizga o'xshash to'g'ri, menga o'xshash to'g'ri, meyarkim sizga o'xshash to'g'ri, qirg'im o'xshash to'g'ri, yoshga o'xshash to'g'ri qo'ygan diagnozga ham to'g'ri tap berishini bek talab qilib ketmaymiz, mana tomat tutiblam. Astoydil muomala qilib nimdor berganligini unutilib qolganlar bor. Sizga o'tgan oy nimdor bergandim, rost tapcho, bemorning nima ahvol borligini unutilib qolganlar bor. Shunga astoydil pozitsiya tutsa, nurg'un osh ma'lumlarningki turtkisida, tibobatligiga qarta ko'ngil bo'lish ishlar ko'tarildi deb o'ylayman bir ish yilnozi. Uzun yildan buyon shu jiq ashundaq chal tibiblar adam o'tira deb ashunning ta'siriga bekcha uchrab ketgan soha-chu bu sog'lomlik sohasi. Sizlar degandek, yana soxta tibiblar tibobat mahsulotlarining kasb ahlininki inovatini, yuz obro'yini to'kib o'tdi. Tibiblar kasal ko'rsak mizoj deydi-ku. Nechik bo'lindi shu? 4 ga ayrildi. Savdo, sapra, qon balg'am deb. Qon degani qon achchiq kelgan odammi? Nol issiq tabiatli keladi. 4 xil mizojdan qaysi yaxshiroq? Qon mizoj bir qadar yaxshi. Ishlarninki badan qurilmasi yaxshi yetishgan, tafakkuri yaxshi, chiroyi nurliq, go'shlik, qon kelgan, oson simirdigan xarakterimi yaxshi bir qadar ishonchli keldi. Ishonchlik emas-ki, mizoj bilan munosabat. Mizoj bilan asl munosabat bor. Mizojning shu kishiningki jismoniy, tan sog'lomligi, tan quvvati, rangi, xarakteri, psixikasiga ta'sir ko'rsatadi. Tan tarbiyachilar qanday mizojli qiraqdi? Har qanday mizojli kishilardan topilishi mumkin. Xomush bo'lib qolgan ishtik ro'yi kasal bo'lib qolganlar qanday mizojli qiladi? Ular ko'pincha savdo mizojidan. Gumonxo'r, yomon ishlarni ko'p o'ylaydigan, reallikka uyg'un bo'lmagan xayollarni ko'proq qiladigan, tashvishli ichida yashaydigan, chillaydigan, jiddiy qapilishib qolgan, odamlardan oldirib chiqisholmaydigan, adovat saqlaydigan. Qanday bayqaymiz savdolni? O'zi uruqroq, sochlari qora, sovuqdan qo'rqadigan, o'l issiq tomoqlar yoqadigan, ham shuni yoqtirib yeydigan, quruq sovuq yemekliklarni yoqtirmaydigan, oson ustixon kasalliklari, ruhiy kasalliklardan oson og'rib qolgan. Menga yigilash, menga ajizlash, savdo deganlarda. Savdoda ko'proq bo'ldi. Mizoj degan, savdo degan narsalar bir umrlik bo'lib ketamdi-ku ya. Bir yil savdo olib yashab, bir yil qon olib yashab, bir yil sapra olib yashaydigan ishlar bormi? Shu yilni masalan bakrak bir issiq narsa yesa yo sovuq narsa yesa. Odamda tug'ma bir mizoj bo'ladi. Endi shu kishiningki yashash muhiti, yemak-ichmak odati, muhitning ta'siri tufaylidan o'zgaradi. Yoshlik, o'rta yoshlik, yashanganlik davrlardami har xil mizojlar o'zgaradi. Asosliq tug'ma
mizojini saqlab qolgan ahvolida o'zgargan mizoji qon mizoji bo'lib qolsa, yashagan muhiti suva, quruq muhit yashagan yoki quruq sovuq narsalarni ko'p iste'mol qilgan bo'lsa, u kishilarning mizoji tadrijiy quruq sovuq savdo mizojiga o'zgarib ketadi. Agar shu muhitdan ketib qolsa, boshqa mizojlarga o'zgarib qolishi mumkin. Men undasma Chengdu kelib, Chengdu sal nem issiqcho. Balki men Chengdu kelgandan keyin qon mizoji bo'lib qolgan bo'lishi mumkin ekanda. Asli mizojlarimiz qon mizoji bo'lishi mumkin. Ishtik semirdi. Ozuqliqni jiqroq sumirdi ham immun kuchimi yuqoroq bo'ldi. To'g'ri. Qon mizoji kishilar kam qonliq bilan, ojizlik bilan, uzuqlik yetishmaslik bilan aldirab og'rib qolmaydi. Ko'pincha qonning g'olibligidan yurak, qon tomir kasalliklari va qon besimi bilan ko'proq og'rib qoldi. Sapra deganlar texim xapliq qalaydiganmi yo'qmi? Nihoyat tez ochchiqlanadigan, kichikgina xapliqdan qattiq tushkunlashib ketadigan, kichikgina qo'shliqdan gulqaqalari ichilib ketadigan, tez hayajonlanadigan, tez tushkunlashadigan tipdan. Ularning qiyni qiziq, badani qiziq, tarsa, sapra, ochchig'i yomon, ular so'goq yo'lma. Ular quruq issiq, o't mizojliqlar. Issiq narslar boshqa chiqadi. Jigar kasalliklari, hazm sistemasi kasalliklaridan ko'proq og'riydi. Ular sapra mizojdikilar. Odatda oldinlik kaslam chiroyi bir qarablam bir 90% bilgilamda qaysi mizojlik odamligini. 70% bilgin oldu. Chiroyi qarablam taxminan nerede kasal chiqish ehtimolligi valqin faraz qilgan bo'ldi ekan u. Qisman faraz qilgan bo'ldi. Boy degandek, qon mizojlik kishilarda yurak, qon tomir, qon besim kasalliklaridan og'rib qolish nisbati ko'proq ekan. Bu odamlar o'zining mizojini bilib avval masal chiqadigan a'zolarga bekrak ko'ngil bilan bayon qilib tursa yaxshiroq ekansa. To'g'ri. Shu mizojini bilib, mizojimning qarish yo'nalishidagi yemak-ichmaklarni ko'proq iste'mol qilsa, mizojininki turaqliq tang holatda saqlashiga kafolatli qilgan oldu. Mizojimda qon to'shish chiqmaydi ekanligini. Tekshirib topqinolmaydi. Uyg'ur tibbiyotninki nazariyasi mizoj ta'limoti. Bizning tibbiyotdagi mizoj degan gap, mijozingiz qandaroq deganki, mizojingiz qandaroq deganga o'xshamdi. Men shunday o'ylayman, uni ikki xil deb tushunib olganlarmi bor. Umuman bir xil. Qadimgi tibbiyot asarlarida bo'lsin, mutlaq ko'p sondagi tibiblarimiz olsun, mizojni mijoz deb talaffuzini o'zgartirib qolgan atalg'u deb tushunadi. Ham shunday tushundirdi. Masalan, bir bilan yan ko'rishgan vaqtda mizojingiz qanday desa shaqqilar, men qon mizoj yoki savdo mizoj deb bersa, men sizning mush xarakteringiz qarta ish tutay deb, balkim qadimdan boshlab mizojingiz qanday deb so'rab qilib boqqan bo'lish mumkin deb o'ylayman. Mijoz xulqi deb ma'rildi-ku, bu mijojning mijoz xulqi bilan aloqasi bor ekan. Umuman kayfiyatni o'z ichiga olgan bir uqum bo'lg'achqa, kayfiyating qandayroq, mijozing qandayroq deb ahvol so'rab kelgan odatda sapralarning yurkidan masal chiqarganda hamsa ular ishtik xapliqning ichida yurgan ekan. Savdoning mingsidan ko'proq nerva, ruhiy asabiy kasalliklar bilan, sapraning jiga, o't kasalliklari bilan ko'proq og'riydi. Ishtik xaplashadigan yurkidan masal chiqdi-ku. Savdo sapra xilti o'tkir suyuq xilit. U xil kishilarningki yurak kasalliklarining ko'pinchisi qon tomir to'silishdan bo'lgan kasalliklar bo'lg'achqa, ammo sapra xilti o'zi quruq, sovuq, qiziq xilit bo'lg'achqa qon tomirlarida to'silishi bir qadar to'yin bo'ldi ekan sapra mizojliqlarniki. Qon mizojliklarla ason semirib ketadimi, boshqa mizojliklarmi semiradi? Eng ason semiradigan mizojliklar belg'am, ho'l sovuq, suv xiltidagilar. Quruq issiq bir narsalar nihoyat yoqidi, ham ason semirib ketmaydi. Ustxon kasalliklari bilan, bo'g'im yo'lligi kasalliklari bilan og'rimaydi. Quruq issiq tabiatli yemakliklar yoqidi. Belg'am mizojliklar urushib qolmamda. Urishmoq bir qadar qiyin endi. Ular eg'ir besiq, temkin, beg'am. O'zim o'ylayman, ular shu xarakteri sababli belg'am xiltidan iborat, ho'llik ko'p xilit sababli ular ason semiradi. Ustxon kasalliklari bilan, böbrek kasalliklari bilan ko'proq og'rib qoldi. Tabiiyatmi tug'mi so'qoq o'g'achqa u xil turdagi odamlar böbrekidan asan masala chiqish mumkin deb o'ylasam bo'ldi ekanda. Ularningki umum badanimi o'l so'q. Har qanday odamningki böbrekmi o'l so'q. Shunga so'q narsa haqiqatan böbrekka ziyon qiladi. Issiqchan kishilarmi böbrekni asrash uchun mizojini tangshib turgan asosda muvofiq miqdorda issiq turdagi böbrekni asrovchi yemakliklarni yeb qo'yish zarur. Masalan, bizning tibbiyotda Mahlitik adam bilan mahlitik adam to'y qilsa yoki bir umr bir uyda yashasa, bakrak chiqisha oladi degan gap so'z bormi? O'z xiltidan qarish xiltikilar bilan birga yashasa, nihoyat eplashib ketadi. Qaysi xilt bilan qaysi xilt? Sapra xilti bilan belg'am xiltidagilar. Sapra degani quruq issiq, ochiq yomon. Belg'am xilti ho'l sovuq. Ular eg'ir besiq, yana birisining mijozi ishdi, yana birisi eg'ir besiq. Ular bizning eg'irini yalmish ko'tarib, eplashib qolish nisbati intayin yuqori. Ular qon xilti bilan qanday xilt? Qon xilti bilan savdo xiltidagilar. Belg'am bilan belg'am birga yashab qolib Shikris beg'am bo'lar va ish taraqqiy qilmaydi. U o'yda faqat ro'noq tepish taraqqiy qilish olmaydi. U o'yda cho'ng'ilgan bo'lmi? Beg'amrak, to'tirak, o'rin, ikki qon bir yakka qascho. Ikki qon mizojli odamlarmi har holda chiqishib ketadi. Ikki belg'am bir yakka kelishdan, ikki sapra bir yakka kelib qilishdan saqlanish kerak. Jon tikib ishlaydigan, eglik tikilsam bo'ladigan, karxanchi olsam, katta ishlarni ujuq keltirsam deydigan tipdagi odamlar qaysi xiltdan chiqadi odat? Belg'am xiltidan boshqa qon xiltidan, savdo xiltidan ko'proq
joyiga chiqadi. Qon xilti irodalik, savdo xiltining orzusi kuchli bo'ladi. Boshqa o'ylayolmagan nuqtani o'ylay oladi.